Assalomu alaykum. Totli xonadonning aziz, qo'li shirin bekajonlari. Bugun sizlar bilan mana shunaqa osongina tezda tayyor bo'ladigan, antiqa, boshqacha usulda tayyorlanadigan makaron sho'rva tayyorlaymiz. Sho'rvalarning turi ko'p. Men bugun shunaqa o'z oilamga qanaqa tayyorlasam, shuni tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshladik. Olovni baland yoqdik, qozonni qo'ydik. Go'shtni keragicha sharoitiga qarab solamiz, shunaqa kattalikda to'g'raymiz. Qizib turgan qozonda bir-ikki aylantiramiz. Go'shtni keyin ustiga oddiy suv solamiz. Qizijoylar suv solganim tushmay qolibdi, uzr. Sizlar suv solasizlar va o'rta olovda qopqonni yopib, shu suv parlanib chiqib ketguncha qoldirasizlar. Shu go'sht bilan menda 20 daqiqada shu suv parlanib chiqib ketdi. Go'shtni ozgina pishirib olamiz. Qizijoylar men mol go'shti ishlatdim. Go'shtni sal maydaroq to'g'rasanglar ham bo'ladi, tezroq pishadi shunda. Mana shunaqa holatda qaynab turadi. Orada bitta aylantirib qo'yamiz. Qizijoylar mana shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ringlar. Boshqacha mazali makaron sho'rva tayyor bo'ladi. Albatta tavsiya qilaman, tayyorlab ko'ringlar. Bu go'sht o'rniga to'q go'sht ishlatsa ham bo'ladi. Mana ko'rganlaridek suv qolmadi. O'rta olovga qo'ydik olovni. Endi yog' solamiz. Albatta video so'ngida qancha nima ketishini 3 xil tilda yozib qoldiraman. O'zbek, rus, ingliz tilida. Yog' soldik. Endi go'shtni bitta aylantirdik o'rta olovda. Tayyorlab qo'ygan mana shu kattalikda to'ralgan kartoshkalarni solamiz. Bir-ikki aylantiramiz va ustidan xohishga ko'ra sho'rvaga solinadigan ziravorlar solasizlar. Men tuz, shirin paprika, kashin cho'rig'i, zira, sho'rvani o'zini ziravor bor, shundan solib bir-ikki aylantirdim. Qizlarjoylar, har bitta mahsulot solingandan keyin 5 daqiqa o'rta olovda shunaqa aylantirib qopqonni yopib pishiramiz. Shunda go'sht yanada pishadi va boshqa masalalar ham chiroyli qizil bo'lib, tillarang bo'lib qovuriladi o'rta olovda. Hamma ketma-ketligini bitta-bitta etib ketyapman. Endi kartoshka chiroyli qizarib oldi. Endi mana shunaqa qizil sabzini shunaqa kattalikda to'g'rab oldik. Qizil sabzini solgandan keyin uzog'i 5 daqiqa emas, 6-7 daqiqa qovuringlar. Qizil sabzi bilasizlar, sal qattiqroq bo'ladi, sekinroq pishadi. Yana qattiq bo'lib qolmasin. Shunaqa qilib aylantirib qovurib o'rta olovda mana qopqonni yopib turibman. Ochasizlar, solasizlar qopqonni mahsulotlarni. Mana qovurilyapti. Ketidan mana shunaqa to'ralgan piyozni ham solamiz. Piyozni ham 1-2 qovurdik. Mana ko'rganingizdek qopqonni yopib, yana 5 daqiqaga qoldirdim. Teyi o'rta olovda tez-tez kelib aylantirib turinglar, yana o'rta olov bo'lgani uchun qizarib ketmasin. Yumshasa bo'ldi piyozlarimiz, kartoshkalarimiz, sabzilarimiz. Qizijoylar, bunaqa uslubda ham tayyorlab ko'ringlar. O'zi sho'rvalarning juda ham turi ko'p, har xil sho'rvalar bor. Men boshqacha uslubda ham piyoz solib, go'sht solib, kartoshka, har xil ziravorlar solib, sabzavotlar, baqlajonlar solib ham sho'rvalar tayyorlab turaman. Mana endi ukropni barg qismini olib qo'ydik. Band qismini mayda to'g'rab sho'rvaning ichiga qovurib sovuramiz. Ana endi o'zim uyda tayyorlagan kanalimda bor. Bolgarskiy pomidor aralashgan qishga tayyorlagan uy tomatimdan soldim. Uni ham aralashtiramiz. Qizijoylar, o'rta olovda davom etyapmiz. Endi uyda pomidorlar bo'lib qolsa, ezilganlari 3-4 ta, shuni blenderda maydalab oldim. Shuni ham soldim. Uni qovurmadim, pomidor mazasi yo'q ketmasin. Qovurilganda dedimda, darhol tefalda qaynagan suv soldim. Men 3 litr suvga sho'rva qildim. Sizlar oila a'zolaringlarni ko'p kamligiga qarab makaron sho'rvamizni kamaytirishingiz, ko'paytirishingiz mumkin. Mana baland olovda qaynab chiqdi. Shaqillatib qaynatib yubormanglar, yog'i ketib qolmasin. Mana shuni holatda bitta yog'ochli kapkircha qo'yib, ustini qopqonni qiya qilib yopib, men sho'rvalarni qaynataman. Mana oradan bir 20 minutcha o'tdi. Aralashtirdim. Go'shtini yeb ko'raman. Sabzi, kartoshkalari pishib ketadi. Balkim go'shti pishmagandir deb yeb ko'raman har doim. Yeb ko'rdim. Go'sht sal kattaroq to'ralgan ekan. Ozgina pishmagan. Yana qoldirdim. Bir 15 daqiqaga. Endi mana shunaqa
oddiy o'zimiz paxtagulli pilida makaronni oldim, yuvib oldim. Endi makaronni solib ham makaron pishguncha past olovda qaynatmoqmiz qizajonlar. Suv solgandan keyin albatta past olovda qaynatasizlar. Qopqonni shunaqa qiya qilib yopib. Tuzini ko'ramiz. Mana shu yuvilgan makaronimizni solamiz. Yana tuzi past ekan, tuz soldik. Endi bitta aralashtiramiz. Past olovda makaron pishguncha va go'sht yana yeb ko'ramiz oxirida. Pishgan bo'lsa sho'ramiz tayyor bo'ladi. Qizajonlar, agar kanalimda yangi bo'lsanglar, mehmon bo'lsanglar, kirib ko'ringlar. Bunaqa sho'rlardan har xil turlari bor. To'g'ri ovqatlanishga harakat qilaman. PP salatlar, PP taomlar, har xil PP shirinliklar topishinglar mumkin. Mana past olovda qaynatib qo'yamiz. Qizajonlar, bu Totli xonadon meni birinchi kanalim. Ikkinchi kanalim ham bor, Ayiza Bekajon degan. Mana ko'rdinglar, menda chesnokni, ya'ni sarimsoq piyoz yo'q edi. Kukunni sovordim. Chesnokni tayyor bo'lishiga yaqin solsanglar, chiroyli shirin maza kelib turadi. Va boyiga ko'katni barq qismini solamiz va makaron pishgandan keyin olovni o'chiramiz. Tayyor bo'ladi. Qizajonlar, gapim chala qoldi. Bu meni birinchi kanalim Totli xonadon. Bu yerga rus tilida, ya'ni yozuvlar yozib, musiqa qo'yib joylardan videolarim bor. Aziz obunachilarim talablariga ko'ra mana shu kanalimda ham o'zbekcha gapirib, tushuntiring, musiqa qo'ymang deyishgani uchun o'zgartirdim. Albatta qizajonlar, sizlar uchun mana makaron bilan go'sht yeb ko'ramiz. Pishgan bo'lsa taom tayyor. Albatta videolarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yasiz degan umiddaman. Va aytganimdek mana ukropni barg qismini soldik. Bitta aylantiramiz va olovni o'chirib oila a'zolarimizga chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Bu taom tushlikka ham, kechki ovqatga ham mos keladi. Mana qizajonlar, taomimiz tayyor. Makaronni ozgina soldik. Makaronni bilasizlar, ko'p sovarsak quyuq bo'lib qoladi. Sovigandan keyin ovqatimiz makaron jarkobga aylanib qolmasin. Shuning uchun ozgina makaron solsak ham suyuqqina bo'ladi, xushxo'r bo'ladi. Chiroyli qilib dasturxonga ovqatimizni suzib tortamiz. Qizajonlar, boshqacha shakldagi makaron yoki uzun-uzun vermishel solsanglar ham bo'ladi. Aziz qo'li shirin obunachilarim, Totli xonadon, Ayiza Bekajon kanallarimizga tavsiya qilganim sababi ikkita kanalda ham alohida video joylanadi. Shuning uchun Ayiza Bekajonga ham a'zo bo'lsanglar, u yerda ham joylanayotgan ijodimdan xabardor bo'lib turasizlar. Qizajonlar, albatta tayyorlab ko'ringlar. Meni qaysi shahardan tomosha qilasiz, albatta kommentar yozib ketinglar. Mana Totli xonadonimizda totli taom tayyor bo'ldi. Ilohim, taom tayyorlagan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bugun sizlar bilan mana shunaqa mazali, og'izda kumur erib ketadigan osongina pesojniy pechenye pishiramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Ikkita tuxumga shakar solamiz. Yaxshilab oppoq bo'lguncha aralashtirib olamiz. Endi sariyog'ni mikrovolnovkaga solib ozgina eritib olamiz. Sekin-asta idishimizga solib, sariyog', shakar, tuxumli massani yaxshilab bir xil massa kelguncha aralashtiramiz. Albatta masalliqlarimiz isrof bo'lmasligiga ahamiyat beramiz qizajonlar. Endi elangan unni oz-ozdan ikkiga bo'lib solamiz. Oldindan elab oldim qizajonlar. Orada mana 1 choy qoshiq osh tuzi, ya'ni razrxitri solamiz. Yarim choy qoshiq vanilin solsa ham bo'ladi. Men vanilin solish esimdan chiqibdi. Sizlar solinglar, juda ham xushxo'r maza beradi vanilin. Va sekin-asta silikon lopatka yordamida birinchi yaxshilab shu yarimta solgan unimizni aralashtirib olamiz. Keyin yana qolgan unni ham sekin-sekin asta solamiz. Uni qancha ketishini, albatta nimalar ketishini har doimgidek video so'ngida yozib qoldiraman. Qo'limizni yuvgan holda mana endi silikon lopatkani yaxshilab tozalab olamiz-da, qo'limiz bilan yaxshilab o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Mana aziz qizajonlarim, kelin poshshalar, ko'rdinglarmi, shunaqa xamir bo'ladi. Qo'lga ozgina yopishadi. Tez uqalanib, ya'ni o'lanib ketadigan xamir bo'ladi. Sekin asrab avaylab yoyasizlar. Men 20 daqiqaga ozgina qoldirdim. Mana ko'rdinglarmi, shunaqa bo'ladi.
unni ketishi kimgadir ko'proq, kimgadir kamroq ketadi. 400 gram plus minus ketadi. Uni ham yozib qoldiraman va ozgina 15-20 daqiqaga qoldiramiz. Oradan 20 daqiqa o'tdi. Un, ya'ni oshxona stoliga ozgina un sepamiz. Ya'ni bu xamirimiz ozgina yopishib qolishi mumkin. Ko'chira olmay qolmayli deb ozgina un sepamiz va juva yordamida sekin-asta yoyganimizda ozgina qattiqroq yoyib olsak, uvalanib, uqalanib ketadi. Shuning uchun aldab-suldab deydimi, chiroyli qilib 2 sm, 1,5 sm qalinlikda yoyib olamiz. Mana sekin olmayman, yirtilib ketishi mumkin. Xamir juda ham nozikkina chiqqan. Ko'rdinglar? Juvaga ham ozgina un sepib oldim yopishmasligi uchun. 1,5-2 sm qalinlikda mana yoyib olamiz. Qizlarga ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana Makkaliyev kanalini qo'yib olib, Qur'on qiroatini eshitib, maza qilib ishimni davom ettiraman. Qizlarga mana shunaqa menda figuralar bor edi. Kesadigan sizlarda xohlagan oylikmi, yulduzchami, qanaqa figuralar bo'lsa, kesib olishinglar mumkin. Mana shunaqa eng kichkinasini tanladim va orada oycha mana shunaqa qilib oy shaklida ham kesib ko'rsatdim. Teskari tarafi bilan gulli tarafidan tashqari, ya'ni ikkinchi tarafida shunaqa qilib oychalar qilib kesib olsanglar bo'ladi. Albatta bu yosh qizchalarimiz uchun, endi pishirib o'rganayotgan qizchalarimizga bittalab tushuntiraman. Mana obunachilarim bilishadi. Bu retseptni tayyorlaganda qiynalmadim, faqat bitta vanilin solmaganim hisobga olmaganda juda ham tez birpasda pishirib oldim. Xohlagan shaklda mana shunaqa qilib kesib qog'oz, ya'ni pishiriq qog'ozi solingan listga teraverasizlar. Sekin-asta mana shunaqa shpatula yordamida sekin ko'chirasizlar. Oy shakli buzilib ketmasligi kerak. Chiroyli qilib to'g'irlab, terib, qolgan xamirlarni yana zo'raga yig'ib qo'yaverasizlar. Qolgan ortgan xamirni yana alohida yoyib, shakl kiritib, yana listga yig'ib pishirib olamiz. Menda 1,5 list chiqdi. Qizlarjonlarimga kelin poshshaligi nasihatlarim yana davom etadi. Ovqat pishirganimizda masalliqlarimizni uvol qilmasdan, mana dasturxonlarimiz 2-3 marta stolim artilgan. Shu xamirimizga unni urvog'i uvol bo'lmasligi uchun tozalab artib xamirga singdiramiz va chiroyli qilib isrof qilmasdan ishimizni davom ettiramiz qizlarjonlar. Albatta qattiq isrof bo'lmasa, uvol bo'lmasa, shu yerda baraka bo'ladi, poklik bo'lsa baraka bo'ladi. Albatta bunga ahamiyat beramiz. Mana hammasini listga qo'yib oldim. Ortib qolgan xamirlarni yig'amiz va yana boshqatdan shu holatda yoyib shakl berib pishirib olamiz. Menda 1,5 list pishdi. Bitta list to'ldirib yana bitta pishirib oldim. Qolganini yana yarimta pishirib oldim. Shu pechenyelarimizni 25-30 daqiqada meni pechim to'kli pech 140-130 gradusda pishirdim. Mana ko'rdinglar, 1 list bo'ldi. Sizlar o'zingizlarning pechenyelarni o'rtalovda pishirasizlar. Xohlasanglar ozgina mana shunaqa shakar sepib olsanglar ham bo'ladi ustiga. Juda ham mazali, ko'mir bo'ladi. Mana aziz obunachilarim, qizlarjonlar, qo'li shirin kelin poshshalarimiz, mazali pishirig'imiz, pechenyemiz tayyor bo'ldi. Albatta YouTube'da ijtimoiy tarmoqda juda ham pechenyelarni, pishiriqlarni retseptlari ko'p. Men kanalimda o'zim bitta shunaqa chiroyli, tezda tayyor bo'lgan pechenyelarni retseptlarini tayyorlab yuklab qo'yaman. Bittalab tushuntirib, albatta ko'rib, tayyorlab duo qilib qo'yasizlar deb o'ylayman. Agar tayyorlaganingizda qanaqa tayyor bo'lganini kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana maydalab ko'rsatyapman. Juda ham og'iz eriydigan ko'mir pechenye bo'ladi. Albatta qizlarjonlar, mana qaysi shahardan kuzatasizlar, sizlarga mana retseptlarim yoqyaptimi? Talab va takliflar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Oyligini ko'rsatdim, endi shunaqa gulchaligini ham ko'rsatish xohladim. Bu yumshoqroq pishibdi. Oyligi sal chetlari qotib, ham bir yeyishlik bo'lib chiqqan. Albatta tayyorlab ko'ring qizlarjonlar. Totli xonadonimizda qo'llar totli kelin poshshalarimiz, qizlarimizni qo'llari dald ko'rmasin. Har doim pishiriqlari mazali bo'lib pishib tayyor bo'lsin va barakasini bersin.